Andagi mavzu, hurmatli vatandoshlar. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan Kim Jong Unning yaxshi kunlari yaqinlab keldi. 12-kunni demakchi, Singapurda o'tkazilgan suhbat o'tkazilgan 12-kun yaqinlab keldi. Xi Jinping titildashga boshladi. Mavzuli xabar 6-oyning 6-kuni Shangang iqtisod gazetida e'lon qilindi. Shu kuni Van Wei to'rbete ko'chirib besildi. Xabar mundaq boshlandi. 12-kuni, kelar haftaning 2-kuni Prezident Trump uchun aytganda bir yaxshi kun bo'lib hisoblanadi. Rais Xi Jinping uchun aytganda haqiqatan titildaydigan bir kundir. Bu kuni Osiyo Tinch okean rayonida bir cho'ng, bir kichik, lekin geopolitik siyosat o'zgarishga simol qilingan bir ish yuz berdi. Bu yerda bir cho'ng, bir kichik deganda cho'ng Amerika Qo'shma Shtatlari davlati, kichiki Chavshan davlati. Nima deydi? Qarab turing. Bu kuni, ya'ni o'sha Prezident Trump yaxshi bo'lib kelayotgan bu kuni Osiyo Tinch okean rayonida bir cho'ng, bir kichik, lekin geopolitik siyosat o'zgarishiga simol qilingan bir ish yuz berdi. Bunun keyinda Amerika bilan Jungoning kaskin elishi yoshirilgan. Bunun keyiniga Amerika bilan Jungoning kaskin elishi yoshirilgan. Bu ish butun dunyo diqqat qilayotgan Amerika Chavshan yuqori darajaliklar suhbati bo'lib, bir necha qatimli talash tortishdan keyin oxiri Prezident Trump bilan Chavshanning rahbari Kim Jong Un suhbatini belgilagan muddat ichida, ya'ni 12-kuni Singapurda degan soat 9da o'tkazishni e'lon qilgan. Nemishqa bu qatim suhbat Prezident Trumpni xo'sh qilib Rais Xi Jinpingni xafa qiladi. Chunki uchrashuv va elib beriladigan suhbat Amerika Jungo ikki davlatning Chavshan yerim oralida geopolitik ta'siri kuchining bu tarafda o'rlisa, u tarafda cho'kadigan munosabatlik edi. Esingizda bo'lsin, hurmatli vatandoshim, Yaponiya 1910-yili 20-asrning 10-yili Koreya yerim orolini mustamlik qildi. Ikkinchi dunyo urushi, Ulug' okean urushi, ya'ni Tinch okean urushi. Yaponiya Jungoda urushdi va Sharqiy Janubiy Osiyo kirdi. Urush oxirlashdi. Koreya yerim orolida ikki davlat dunyoga chiqdi. Buni Stalin paydo qildi. Koreya va Chavshan yerim oroli masalasi keyin andin ikki davlat bo'lib mustaqillik chaqarilgan davlat e'lon qildi deyli. Moshe masalalarning hammasi haliqa men so'zlab kelayotgan Yalta konferensiyaga munosabatli. Hurmatli vatandoshlar, bugun shunga biya ta'sir ko'ch. Sharq Shimoliy Osiyoga yetib kelgan Amerika Qo'shma Shtatlarining ta'siri kuchi boshlanadi-ku. Vladimir Putin, Prezident Putin 9-oyda Kim Jong Unni Vladivostok taklif. Demak, bu yerdagi ish endi oxirgi hisobda 1945-yillardagi tarixiy davrga qaytib kelamdi yo'q. Prezident Trump bilan Kim Jong Un suhbatining o'tirg'i chiqqanligi Chavshan yerim orolida Amerikaning ta'siri kuchining zo'rayganligini ko'rsatib berdi. Birinchi Prezident Trump Kim Jong Un bilan bevosita suhbatlashdi. Amerika Kim Jong Un hokimiyatini e'tirof qilgandek bo'ladi. Mush gap bajima. Kim Jong Un xandonligining bexatarligidan derak beradi. Demak, Prezident Trump Kim Jong Un bilan ko'rishgan ekan, shunday xandonlikni e'tirof qilish, xandonlikdan teshqi saqlab qolish. Hokimiyat e'tirof qilgan barobar edi. Kim Jong Un xandonligining bexatarligidan derak beradi. Ko'rdingmi? Amerika burunqidan texmi muhim, hatto halqiliq rol o'ynagan bo'ladi mush paytda. Mush daqiqadan boshlab Jungo Chavshanning yo'lanchiki bo'la olmaydi. Mush daqiqadan boshlab Jungo Chavshanning yo'lanchiki bo'la olmaydi. Yadro qurollar yasayman desa dollar berolmaydi, yemek berolmaydi. Diplomatiya va siyosat sohasida oshkor bo'la olmaydi.
yoşurum bulalmaydı. Demek Cungo, hem de Moşe dakikadan başlap, Çavuşan'ın Yülençki bulalmaydı. Moşe dakikadan başlap Yülençki bulalmaydı. Amerika'nın Çavuşan yerim arıldık tesiri, tekhamı örleydi. İkinci, bu bir meydan söhbet tayyorlik qilishdan amalga oshmoqchi bo'lgan orliqda Koreya aloqachi bo'ldi. Amerika bilan Çavuşan yig'in suhbat to'g'risida o'zi qaror qildi. Jungoning so'z yetkazguchi bo'lish roli Koreya tarafdan egallendi. Bu Jungoning geopolitik ta'sirining ojizlashganligining bir dalili bo'lib qoldi. Demek Şarkı Şimali Asya'da Cungo'nun tesiri acizlaştı. Amerika karıştırdıgan Çavuşan Cungo'nun kalkınıydı. Çavuşan Cungo'nun kolu da Amerika karıştırıştı bir kalkan idi. Bugün Çavuşan Koreya Amerika bir vasıta söhbetleştiğen bolsa gerçi bu korgan gömürülüp ketmese mi? Lekin kömürden rişatkilangan korgan bo'lalmay qoldi. Jungo albatta xotirjamsizlik his qiladi-da. Tayvanda Amerikaning yangi ish boshqarish o'rnida Amerika Tayvan o'zaro almashtirishning simvoli bo'lib qoladi. Diqqat qilish tegishlik bir tarafi shuki, o'xshash bir kunda 6-oyning 12-kuni yangi ish boshqarish o'rnida Tayvanda qurilish murosimi o'tkazildi. Singapurda Prezident Trump bilan Çavuşan'ın başlığı Kim Jong-un suhbat o'tkazdi. O'xshash bir kunda Tayvanda balki vaqtcha o'xshash bo'lishi mumkin. Chunki Osiyo bir-biriga yaqin bu davlat Singapur, Tayvanlar. O'xshash bir kunda Amerikaning Tayvandagi ish boshqarish o'rni qurilish murosimi o'tkazildi. Ya'ni yangi qurilish ko'shtiq murosimi o'tkazildi. Gerçi Amerika'nın yukarı derece amaldorlar kelip qatnaşması mı, quruluqda jang qilguvchi qismlar kelip o'rinlashması mı, lekin bu qurilishning ko'lami zo'r. Tayvanda qurilgan qurilishning ko'lami zo'r. Qurilish ko'lami bosh elchi darajalik Amerikaning Tayvanga e'tibor bilan qaraydiganligining simvoli bo'lib qoldi. Bu qurilish bosh elchi darajalik qurilish, imorat qurilishi. Lekin bu simvol bo'lib qoldi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Amerika Tayvan aloqa kuchaysa, Amerika ishki qirg'oq masalasini dastak qilib, Jungo bilan elishadiganligidan darak biladi. Demak, bu yerda Amerika Tayvan o'rtasidagi munosabat kuchaysa, Amerika Tayvan yoki ishki qirg'oq dengiz bo'g'ozi voqeasini dastak qilib, Jungo bilan so'zlashadiganligidan darak beradi. Jungo bundaq bo'lishni xohlamaydi. Amerika Jungo'nun territoriya egilik huquq qizil sig'i chekiladiganlar bo'lsa, Amerika Jungo munosabatiga foydasiz deydi xabar yozdi. Agar Amerika armiyasi Reuters agentligi ko'rsatgandek Tayvan bo'g'ozidan o'tib keladigan bo'lsa, Amerika Tayvan o'rtasidagi masalalar, Amerika Jungo o'rtasidagi masalalar texama murakkablashadi. Amerika Çavuşan başlıklarının yukarı derecelikler söhbeti ve iş boshqarish o'rni qurilishi murosimi o'xshash bir kunda o'tkazilsa, bu bir tasodiflik bo'lib qolishi kerak. Demak, ishki voqeaning masalan suhbatning Singapurga o'xshash kunda Amerika ish boshqarish o'rnining Tayvanda murosimi o'xshash bir kunga o'rinlashtirilsa, xabar yozuvchi deydiki, bu hargiz maqsadlik bo'lib qolmasin, bu bir tasodiflik bo'lsin deydi. Agar maqsadlik bo'lib qoladigan bo'lsa, bu yerda nima ish bor? Lekin simvollik tarzda bo'lsa-mu, Osiyoga qaytib kelish strategiyasini tilga olmagan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump hukumati dal hozir endi Tinch okean strategiyasi nomida Osiyo Tinch okeanning geopolitik siyosat sahasiga kirib keldi. Oxirgi jumlaga diqqat qiling. To'shib ketgan bo'lsa, chepim bilmayman. Oxirgi jumlaga diqqat qiling vatandoshlar. Tasodiflik bo'lib qolish kerak. Lekin simvollik tarzda bo'lsa-mu, Osiyoga qaytib kelish strategiyasini tilga elib boqmagan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump hukumati dal hozir endi Tinch okean strategiyasi nomida Osiyo Tinch okeanining geopolitik siyosat sahasiga kirib keldi. Qandoqda qabul turish
Jungoning parasini sinaydigan vaqt qildi. Bu Osiyo endi Tinch okean strategiyasi bugun dal mush paytda qo'zg'aldi, harakatga keldi. Xudo mushu strategiyaning ichida Uyg'ur degan ism daftarga yozilganmi yo'q? Bu bizning hissiyotimiz, umidimiz, vaziyatni kuzatib turmiz, hurmatli vatandoshlar.